haqiqiy altcoin sezonda bo'lmagan insonni fikrlashi, tahlil qilishi va qaror qabul qilishi. Shunchaki bozorga keladi va qaraydi. Hozirgi holatini ko'radi. Hozirgi holati eng baland nuqtasidan 80% korreksiya berib turibdi. Oldin ham shunaqa korreksiya bergan, undan keyin bitta o'sishda 10x bergan. Va o'ylaydi, mana yoqda sotib olganimda, mana yoqda $1000 bilan, mana yoqda $10,000 bilan chiqib ketardim deydi. Buni deydi, mana tarixda shunday qilish mumkin ekan, bu safar qilaman deydi. Mana yoqda bokavikcha turgan deydi, uzoq vaqt nakopleniya bo'lgan deydi. Hozir ham deydi, nakopleniya bo'lyapti deydi. Hozir sarmoya kiritish uchun juda ham zo'r nuqta deydi. Va u to'g'ri o'ylaydi, sarmoya kiritadi mana shu nuqtaga. U sotib oldi, kutishda davom etadi. Sabri ko'p hali. 10x qilishiga ishonyapti. Va mana yoqda ozgina foydada bo'ladi. Foydasi kamayadi, u уже o'ylashni boshlaydi. Mana yoqda bum etib o'sish bo'ladi, bu yoqda sotmaydi. Chunki dalshi o'sish bo'ladi deydi. Mana ozgina korreksiya beradi deydi. Undan keyin katta o'sish bo'ladi, 10x da olaman deydi. Va bu yoqda уже unga psixologik udar bo'ladi. U o'ylaganday bo'lmaydi, mana chuqurroq korreksiya berdi va uni foydasi kundan kun kamayapti. Mana yoqda 2x bo'lsa, уже mana yoqda 50% foydada bo'lib turibdi. U уже psixologik qilishni boshlaydi, unga уже bosim bo'lyapti. U nima qiladi? Kutishda davom etadi. Hali ishonchi bor, altcoin sezon bo'ladi va men o'zimni 10x'imda ishlab olaman deb kutaveradi. Vaqt o'tib ketyapti. Vaqt o'tib ketyapti, hech qanaqa altcoin sezon bo'lmayapti. Kutadi va sabri tugayapti. Уже mana yoqqa kelsa ham sotishga tayyor. Mana shu liniyaga kelsa sotishga tayyor, chunki uni umidi so'nyapti. Ripple unga yana bosim o'tkazaveradi. Chunki sotish uchun mana yoqda уже foydasi kamayib ketyapti. Bu yoqda foydasi yaxshi edi. Misol uchun 2x edi. Hozir bo'lsa 50% foyda bo'lib turibdi. Bitta mana shu yoqqa kelsa sotaman deydi. Shu yoqqa kelsa sotaman. Hozir ham 50% 60% kam deb o'tiraveradi. Va уже vaqt o'tyapti. Mana sarmoya kiritgan nuqtasi va buncha vaqt o'tdi. Hozir sizlarga aytaman qancha vaqtdan beri kutyapti. Va ozgina bo'ladi, bum sotdi. Mana yoqda sotdi. Kelgan vaqtda sotdi. Hozir bu ozgina simulyator tez ishlayapti. Shuning uchun ham ulgurmay qoldi. Mana yoqda sotdi. Undan keyin ketdi. Dalshi ketdi. Ko'ryapsizlarmi qanday chiqarib yubordi uni? Unga psixologik bosim berib, qanday o'sib ketdi. Yana ketyapti, ko'ryapsizlarmi? Mana bu altcoin sezon. U boshida chiqib ketdi уже. Endi afsuslanib o'tiribdi. U qancha foydada sotdi? Mana men sizlarga foizda aytaman. Mana da sotib oldi. 180% foyda bilan sotib yubordi. Oxirigacha kutganda 850-900% foyda qilib olish mumkin edi. U oxirigacha hold qila olmadi. Oxirigacha investor bo'lib qola olmadi. Hold qilish juda ham qiyin. Shuning uchun ham ko'p kishilar oxirigacha hold qilmaydi va juda ham ko'p kishilar mana shu yerda bozordan chiqib ketishadi. Chunki ularda yetarlicha psixologik udar bo'ldi, ko'tarildi, tushdi. Ular ertam kech mana shunga sotadi, undan keyin uzoq ketadi. Bundan oldingi videolarimda aytganman, altcoin sezondan oldin ko'p kishi chiqib ketadi bozordan. Mana yoqda juda ham kam kishi qoladi. Hamma mana shu yerda o'sishda birinchi fazasida chiqib ketadi. Altcoin sezonda bo'lmagan inson mana shunaqa ko'radi bozorda, mana shunaqa tahlil qiladi va mana shunday qaror qabul qiladi. Men bilaman, ishlaringda 96-97% odam birinchi, ikkinchi altcoin sezonda bo'lmagan. Hozir 3-altcoin sezonni kutishyapti, lekin qanday bo'lishini aniq bilmaydi. U tarixga qarab tushunish u boshqa narsa. U altcoin sezoni bo'lish umuman boshqa narsa. Uni his qilish boshqa narsa. Shu o'sishlarni ko'rib, korreksiyalarni ko'rish, mana o'sish bo'layotgan vaqtda FOMOga juda ham kuchli berilib ketadi ular. Shuning uchun ham noto'g'ri qarorlar qabul qilib qo'yadi. Bu yoqda sotgan katta ehtimol bilan mana yoqda sotib oladi. Tushgandan keyin yana bu yoqda sotib yuboradi va shunday qilib o'zini pulini yo'qotadi. Unga sabri yetmaydi, mana yoqqa narx kelishini bilmaydi, u ko'ra olmaydi. Mana korreksiya beradi. 30-40% va bu yoqda sotib yuboradi. Mana yoqda qilgan foydasini oxirida mana yoqqa yo'qotadi va kripto bozoridan chiqib ketadi. 95% insonlarda xuddi mana shunday bo'ladi. Bundan oldingi videoda Bitcoin mana shunday harakatlanishini ko'rib chiqqandik.
Ko'rishlaring mumkin, hozirda Bitcoin $95,000 dan ziyod savdo bo'lyapti. Bu haqida Telegram kanalimga post joylagandim. Agar $95,000 ga kelsa, 1,5 milliard dollarlik short pozitsiyalar likvidirovать qilinadi deb. Va aytganimdek bo'ldi. Bu yerda simmetrический треугольник bo'ldi. Bu qo'llab-quvvatlashni ushlab, hozir Bitcoin tahlil bo'yicha ketyapti. Bitcoinning keyingi harakati 100, 103, 105 minggacha kelishini kutyapman. 2 kun oldin chiqqan videoda ko'rib chiqqandik mana shunaqa ssenariy bo'lishini va hozirda ssenariy bo'yicha ketyapti. U vaqtda Bitcoin narxi $90,000 edi. Birinchi tahlilda 86,000 bo'lgan vaqtni bergandim. Simmetrический треугольник shakllanayotgan vaqti. Bundan keyin portfel holatini ko'rishlaring mumkin. Prosatka 15% bo'ldi. Ichida yaxshi o'sish berib turganlari bor. BAT $394, foyda keltirib turibdi. Zen 225, Polygon 126, Tron bo'lsa 53. Qolganlari ham asta-asta tiklanishni boshlayapti. Bu portfeldan 10x kutyapman. Buni oldingi videolarda ko'rsatdim. Ko'p kishilar maqsadimni so'rashdi. Mana bu videoda aytdim. Portfel tuzishni boshlagan vaqtim o'zi birinchi videoda aytganman. Mana portfeldagi coinlarda hammasini videosi bor. Har bittasini sotib olganimda, nima maqsadda olayotganim, qaysi narxlarga kelishi mumkinligi haqida videolarim bor. Kanaldan kirib ko'ringlar. Keyin hozirda qisqa muddatli pozitsiyalarimni ko'rishlaring mumkin. Bundan keyingi savdoyim Zen'da ko'rishlaring mumkin. Eng pastida oldim. Eng pastida olish har doim yoqimli. Hozirda Zen $10 savdo bo'lyapti. Bu signallarni hammasini CryptoMasters'da berganman. Jamoam bilan birga kirganman. Hozir ular ham foydada. Bundan keyingi yana bitta savdo ko'rishlaring mumkin. O'sishdan oldin kirdim. Yaxshi o'sish berdi, chiqqanim yo'q. Undan keyin korreksiya berib, boom etib yana bitta o'sish berdi. Hozir yaxshi foydadamiz. Undan keyin yana bitta savdo. Yana ko'rishlaring mumkin. O'sdi ozgina, undan keyin korreksiya berib, boom etib juda ham zo'r o'sish berdi. Ko'p maqtanib o'tirmayman, ko'p gapirmayman boshqalarga o'xshab. Men natijalarim o'zi men haqimda gapiradi. Men sizlarga natija ko'rsatyapman. Boshqalarga o'xshab shunchaki oldi qochdi gaplar yo'q. Bu kanalda men o'zimning xatti-harakatlarimni ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, obuna bo'lsin, video yoqayotgan bo'lsa, like bossin. Men shunchaki chiroyli gaplarni gapirmayman. Realni o'zimning savdolarimni, o'zim natijalarimni sizlarga 3 yildan beri ko'rsatib kelyapman. Bundan keyin yana bitta videodan Bitcoinni ko'rib chiqqandik. Eng baland nuqtasi $126,000 bo'lgan bo'lishi mumkin deb. Va bu yerda treугольник shakllanayotgandi va mana shu tahlilda aytgandim. 86,000, 85,000 edi. Katta ehtimol bilan tepaga proboy bo'ladi deb. Va tepaga proboy bo'ldi. Undan keyin retest qilib mana hozir Bitcoin harakatlanishni boshlabdi. Bitcoin mana shu nuqtalarga keladi. Birinchi qarshilik sotuv diapazoni mana shu yoqqa. O'ylaymanki ko'tarilib shardan korreksiya berishi mumkin. Undan keyin Bitcoinning 4 yillik siklini ko'rishlaring mumkin. Hozirda ozgina o'zgardi. Hali o'sishiga umid bor. 2011 1474% o'sgan, 2012 186, 2013 5537% o'sish ko'rsatgan. Undan keyin 58% korreksiya bergan. Undan keyin 2015-yil 34%, 2016 125, 2017 1379, 2018-yil oyoq bozori bo'lgan 74% korreksiya bergan. Undan keyin yana yangi sikl boshlangan. Mana 2019da plyusda yopgan, 20ni ham plyusda yopgan, 21da ham plyusga yopgan, 22 65% korreksiya berdi. Qaranglar, 3 yil o'sish bo'ladi Bitcoinda, 1 yil chuqur korreksiya bo'ladi. 2026ni o'rtaroqlariga borib chuqur korreksiya berishi mumkin. Chunki уже 3 yil o'sgandan keyin 4-yil qizil bilan yopilishi kerak. Bu Bitcoin sikli. Siklishni qaraydigan bo'lsak, shunday. Bu sikl o'zgarishi ham mumkin. Lekin ko'p kishilar siklga qarab tahlil qiladi. Agar biz faqat sikldan kelib chiqib qarasak Bitcoinga yopilishi kerak. $79,000 Bitcoin uchun juda ham muhim narx. Agar o'shandan pastga tushsa, keyin bemalol Bitcoin narxi $60-50 ming ga tushishi mumkin. $79,000 da
kuzatib turishimiz kerak. Hozirda vahimali joyi yo'q. Bitcoin ancha tepada turibdi. 79 mingdan 79 ming judayam muhim narx. Shuning uchun ham grafikda kuzatib turinglar. Bitcoin bilan Goldni ko'rishimiz mumkin. Qanchalik o'xshash burchak figurasi birinchi marta qaytgan, ikkinchi marta qaytgan, uchinchi marta qaytgan. Bu qo'llab-quvvatlash. Birinchi marta liniyadan qaytgan, ikkinchi marta va mana yoqda qisilgan. Bu katta energiya tepaga chiqish bo'ldi va $2100 dan $4,500 keldi. Hozir Bitcoinda xuddi shunaqa bo'lyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Bir marta qaytdi, ikki marta qaytdi, uch marta qaytdi, 4 marta qaytdi va pastda liniyadan ham bir marta qaytdi, ikki marta, 3 marta. Va mana shu yerdan Bitcoin tepaga ketishi mumkin. Buni faqat vaqt ko'rsatadi, biz kuzatamiz. Hamma Bitcoinni shunchaki o'sishini xohlaydi, hech qanaqa bakavichalarga turishini xohlamaydi. Har doim o'sish bo'lsa ular uchun yaxshi, lekin mana tarixiga qaranglar, juda ham ko'p marta Bitcoin o'sha hech qanaqa katta o'sish ko'rsatmasdan bitta joyda turgan. Mana haftalik 11 hafta turgan, 11 hafta turgan, 9 hafta turgan, 9 hafta turgan, 11 hafta. Mana bu в общем o'sish fazasida, ya'ni восходящий trendda mana shunaqa bo'lgan. Mana 11 bar hozirda 11 haftadan beri turibdi. Hech qanaqa katta o'sish yo'q. Lekin mana yoqda yig'ilgan energiya bir tarafga ketadi. Восходящий trendda har doim tepaga ketgan. Mana har doim tepaga ketgan. Nisходящийda bo'lsa mana pastga ketgan. Treyderga nimalar kerak? Birinchisi vaqt, ikkinchisi risk qilishni bilish kerak. Ko'p kishilar risk qilishni bilmaydi. Risk bilan foydani to'g'ri hisoblab, to'g'ri risk qilishni bilmaydi. Risk bilan riskning ham farqi bor. Qayerga risk qilish, qancha foyda bo'ladi, mana shularni ham hisobga olish kerak. Birinchisi vaqt, ikkinchisi risk, uchinchisi analiz, to'rtinchisi disiplina bo'lish kerak. Beshinchisi motivatsiya bo'lish kerak. Va oltinchisi bu foyda. Ya'ni mana bu tepadagi 5 ta narsa bo'lsa, katta daromad bo'ladi. Lekin ko'p kishilarda vaqt yo'q. Vaqt yo'q, umuman yo'q. Hech kim kutishni xohlamaydi. Kriptoga shunday keladi. Shunday shart pullarni bitta moshinda 3 ta qilib, bitta uyda 5 ta qilishni xohlaydi. Lekin boshqa sohalarga borsa unday qilmaydi. Misol uchun stomatolog bo'laman desa, 6 yil, 8 yil o'qish kerak. Undan keyin 10 millionga ishlaydi. Undan keyin 50 million ishlashi mumkin bo'ladi. Shu ham tushunasizlar. Oddiy ishga ishlaydiganlar biladi. Risk qiladi. Lekin analiz to'g'ri qilmaydi, disiplina yo'q. Motivatsiya ham bir bo'ladi, bir bo'lmaydi. Shunday o'sayotgan vaqtda hammada motivatsiya bor, tushayotgan vaqtda motivatsiya 0, disiplina ham 0. Bu muvaffaqiyat formulasi. Haqiqiy treyderga kerak bo'ladigan narsa. Realni katta daromad qilayotgan treyderlarda mana shu narsalar bor. Shunchaki meni kuzatinglar. Men hold qilaman, risk qilaman, analiz qilaman, disiplinam bor. Hech kim menga sen disiplinang yo'q deya olmaydi. Men shunchaki videoni 4 yildan beri olaman. 4 yildan beri mana shu sohada ishlayotganimni video olaman. Menga aytadi abrixlar, 2 yil bo'ldimi boshlaganingizga dedi. Men 4 yildan beri video olaman bu sohada. 4 yildan beri. Undan oldin ham men bilardim. Shuning uchun ham o'ylayverdilar. Bir xillar menga yozadi. Shu O'zbekistondan o'rganganmisiz deb. Men bu sohada ishlayotgan vaqtim O'zbekistonda o'rgatadigan yo'q edi. O kurslar, u hammasi chiqqaniga 2-3 yil bo'ldi. 2 yillik tajriba bilan daromad qilyapman deydi-ku, u yo'q narsa, u narsalarga ishonmanglar. 2 yilga daromad qilaman desa, u boshqa sohada hech kim ishlamaydi, hech kim 8 yil o'qimaydi, 10 yil o'qimaydi. Hamma kriptoga keladi, hamma tradingga kelib soqqani bo'lsa-yaveradi. U narsalarga ishonmanglar. Mana shu muvaffaqiyat formulasi. Qanaqadir indikator, qanaqadir pul beradigan knopkani qidirmanglar, u narsa yo'q. Undan keyin gold, kumush va bitcoinda grafikasi qaranglar. Tilla juda ham o'sib ketdi. Undan keyin kumush ham o'sdi. Hozirda bular dunyodagi eng katta aktiv bo'lib turibdi. Birinchisi gold, ikkinchisi kumush. Bitcoin bo'lsa qolib ketdi.
Va bu yoqda ko'rishlaring mumkin. Kumush bilan tilla o'sayotgan vaqti Bitcoin pastga ketgan. Va bular piklarida turibdi, baribir bular korreksiya beradi. Hozir hamma aytyapti, tilla dal shu o'sadi, kumush dal shu o'sadi deb. Bitcoin ham pikida hamma shunday deyapti, lekin hozir hech kim aytmayapti Bitcoin dal shu o'sadi deb. Baribir mana bu o'sdimi, juda ham katta natija ko'rsatdi. Tilla bilan kumush. Endi ular korreksiya beradi, tushadi. Va Bitcoin uchun bu juda ham yaxshi bo'ladi va Bitcoin yaxshi o'sish ko'rsatishi mumkin. 2009-yil 5-oy 10-sanasida $1 ga 1309 ta Bitcoin olish mumkin edi. $1 ga 885 ta Bitcoin olish mumkin edi. 2009, 13, 10da. Va buni kimlardir olgan. Tushunasizlarmi? O'sha hozirgi kit deb bilayotgan insonlarimiz mana shunday olgan. Bundan ham ko'p olganlar bor. Va ular shuncha yil davomida kutgan. Mana Bitcoin $1 dan olgan. $100 sotganlar juda ham ko'p bo'lgan. Men o'zim taniydigan insonlarim bor. $300 10 ta olganda $1,500 sotib o'rgan. Keyin $45,000 yana bitta oldi. Tushunasizlarmi? Hold juda ham kuchli strategiya, lekin u ko'p altcoinlarda ishlamaydi. Hozir men hold qilinglar deyman. U Shiba Inu'ni olib hold qilyapti bir xillar. Pepe'ni olib hold qilyapti. Bu faqat Bitcoinda ishlaydi. Ethereumda ishlaydi. Mana Ethereumda ham o'sha ishlamayapti. 5 yil, 6 yildan beri o'sha pikini yangilolmayapti va bitta nuqtada 5-6 yildan beri turibdi. Bitcoinda ishlaydi. Shuning uchun hold degan vaqtim Bitcoinni nazarda tutaman. Buni unutmanglar. Shibani olib Ashraf aka hold qilishni aytdi deb hold qilib o'tirmanglar, u $1 ga kelmaydi. Men ko'p tahlillarni ko'ryapman, Shiba Inu $1, Pepe $5 va hammasi yolg'on. Shunchaki obunachi sonini ko'paytirish, axvatini oshirish uchun qilinayotgan narsa. Men unaqa ishlar bilan shug'ullanmayman, bilasizlar. Oldi qochdi gaplar qilmayman. Bu siklda Bitcoin $1 million keladi deymayman. Men realni konservativniy maqsadlar qo'yib sizlarga ko'rsataman. Shuning uchun ham meni videolarimda kam prosmotr, kam obunachi bo'lishi mumkin, lekin sifat bor va meni hurmat qilishadi. Chunki realni bor narsani gapiraman, realni bor narsani ko'rsataman. Ko'p kishilar unaqa qilmaydi. Ko'p kishilar obunachi, like uchun hamma narsaga tayyor. Shuning uchun ham ko'rganlaringga hamma narsaga ham ishonmanglar. 2021 ko'p kishi tushib ketdi. Bitcoin 69,000 edi, 100,000 ga 100% keladi. Garantiya beraman. Agar $100,000 ga kelmasa, keyin yozasizlar. Keyin atpiska qilishlari mumkin deb juda ham ko'p blogerlar chiqqandi. 100,000 ga kelmadi, 69,000 eng baland nuqtasi bo'ldi. Undan keyin tushib ketdi. Shuning uchun ham xulosa qilinglar, hamma narsaga ham ishonmanglar. Undan keyin izohlar yozyapsizlar. Izohlar uchun adanglar rahmat demoqchiman. Izoh yozayotganlar uchun. Men uchun bu juda ham yoqimli, yana ham ko'proq video olishni xohlayman sizlar uchun, xohishim ortib boryapti. Shuning uchun ham mana videolar regularni chiqyapti. Har 2-3 kunda video chiqyapti. Xuddi kelishganimizdek sizlardan qo'llab-quvvatlash, mendan foydali video. Bu kelishuvni o'ylaymanki hech qachon buzmaymiz. Izohlar yozishda davom etinglar, videolarga like bosishda davom etinglar, videolarni ko'ringlar. Kanalimda juda ham ko'p foydali videolar bor. Videolarim foydali bo'layotganini yozyapsizlar. Men buni tushunyapman. Mening mehnatim bekorga ketmayapti. Realni videolarim boshqalarga foydali bo'lyapti va men yana video qilyapman. Men bilaman videolarim foydali, lekin sizlar aytsalaring bu baribir boshqacha. Shuning uchun ham hozir kimga videolarim foydali bo'layotgan bo'lsa, videoni pauzaga qo'ysin va shunchaki izoh yozsin. Men hammaning izohini o'qib javob berishga harakat qilaman. Bundan keyin foiz stavkasini ko'rishimiz mumkin. Asta-asta tushib boryapti. Ko'p kishi bilmaydi. Ko'tarilsa biz uchun yaxshimi, tushsa biz uchun yaxshimi? Qisqa qilib aytaman. Bizga tushsa yaxshi. Mana 2021, 2022 уже ko'tarilishni boshlagan. Biz uchun tushgani yaxshi. Mana keyingi foiz stavkasi 26.01.28 da chiqadi. Prognoz 3.75 bo'lyapti. O'ylaymanki, agar 3.50 chiqsa, yana 0.25 ga tushirsa, kripto bozor uchun juda ham zo'r bo'ladi. Kripto bozor tepaga harakatlanadi. Bundan keyin video ostida silka bor, mini saytimga olib o'tadi. Bu yerda men Telegram kanalimga obuna bo'lishlaring mumkin. Keyin CryptoMasters loyiham bor. Kim kriptovalyutani noldan o'rganib, signal olib suhbatlashishni xohlasa, mana bu loyiha sizlar uchun top loyiha. Realni kriptochilar uchun.
bugun kelib erta ketayotgan insonlar uchun emas, realniy kriptovalyutada ishlab daromad qilishni xohlaganlar uchun. Videoni boshida aytdim, bu savdolarimda hammasi jamoam bilan kirdim, ular xabardor deb. Mana shu CryptoMastersga qo'shilgan inson mening jamoamda bo'ladi va meni har bitta oldi sotdimdan xabardor bo'ladi va signallarim, o'qishim hammasi mana shu bitta joyda. Keyin men Telegram kanalim bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz Telegram kanalida. Pastga tushsalaring top birjalarga link bor. Hammasida bonus skidkalari bor. Ro'yxatdan o'tib savdo qilishlaring mumkin. Bonus skidkalarda o'ylar. Oddiy silkadan o'tsalaring sizlarga bonus skidka hech nima bermaydi. Xo'sh, bundan keyin mana Telegram kanalimni ko'rishlaring mumkin. Bu yerda yozib qoldirgandim. Har doim AQShda ishsizlik bo'yicha bir yangi statistika ma'lumot e'lon qilingandan keyin Bitcoin harakatlanyapti va pastda yozib qoldirdim. Ertaga Bitcoin narxi qisqa muddatga tepaga ketishi mumkin deb va to'g'ri chiqdi. Biz investorlarimiz ozgina narx harakati bizni xavotirga solmasligi kerak. Ko'p kishilar Bitcoinni $1000, $500 harakatini tahlil qilishga harakat qiladi. Bu narsa kerak emas. Unaqa tahlil qila olish uchun kapital $1 million yoki kamida $100,000 bo'lishi kerak. Mana $100,000 bilan kiradi. Допустим, Bitcoin narxi $100,000. U bitta Bitcoin oladi. Bitcoin 5,000 bo'lsa, u $5,000 ishlaydi. Lekin bu yerda $100,000 kapitali bor inson juda ham kam. U insonlar CryptoMastersga qo'shilgan, $1000lik, $5,000lik investorlar hammasi CryptoMastersda bor. Shuning uchun ham ularni men lично bilaman. Ular mening loyihamda, mening jamoamda men bilan ishlashyapti. Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Matikni xarid qilayotganimda aytgandim, tahlilini bergandim va juda ham qisqa vaqt ichida 75% o'sdi. O'sha vaqtda hamma coinlar pastga ketayotgandi. Bol bo'lsa tepaga ketdi. Mana sotib olganim, ko'rsatganman. Shunchaki unaqa anolar yo'q, tahlillar, gaplar va mana videoni boshida aytgandim, agar Bitcoin narxi atiga 5% ga ko'tarilib $95,000 darajasiga yetsa, bozorda $1,5 milliard short pozitsiyalar majburan yopilishi, ya'ni likvidatsiya kutilmoqda va ular likvidatsiyaga uchradi. Shuning uchun futuresda faqat professionallar ishlashi mumkin. Keyin yana izohlar uchun rahmat. Yana bir marta juda ham ko'p izoh yozyapsizlar, qo'llab-quvvatlayapsizlar. Men juda ham xursandman, sizlar uchun yana foydali videolar olishda davom etaman. Keyin mana xaridlarimni ko'rishlaring mumkin. Bu yana boshqa coinlar, bu signallar hammasi CryptoMastersda berilgan. Kriptovalyutada omadga ishonib bo'lmaydi. Faqat to'g'ri tahlil va strategiya foyda keltiradi, buni unutmanglar. Keyin oxirgi post 2026-yil juda ham qiziq yil bo'ladi. Yangi millionerlar chiqadi. Men bunga ishonaman, shunchaki kuzatinglar. Undan keyin kecha o'zi video olmoqchi edim. Bu yerda mana qarshilik bor edi. Sizlarga aytmoqchi edim, shu qarshilikni buzsa Bitcoin narxi tepaga ketadi deb buzdi. Va hozirda mana korreksiya beryapti. Katta ehtimol bilan Bitcoin mana shunday harakatda davom etadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Hamma kerakli ссылкалар video ostida. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi.